Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana men va bugun men sizlar bilan shu serverda eng zo'ri bo'lishga harakat qilaman. Agar tayyor bo'lsangiz, unda men videoni boshladim. Hop, bu yerdan biz birinchi bo'lib Warp PvP ga borishimiz kerak. Hop, mana bu yerga ham kelganimizdan keyin bu yerda biz bemalol bloklarni qo'yib sindirsak bo'ladi. Shuning uchun biz hamma narsalarimizni olishimiz kerak. Nimaga bu yerda kirka yo'q bilmadim. Bo'lish kerak edi. Menimcha spawnda qolib ketgan bo'lsa kerak. Hozir albatta olib kelamiz. Birinchi bo'lib spawn deb yozishimiz kerak. Serverda ozgina yangilanishlar bor. Bu yerda mana shunisida bo'lish kerak. Endi buni bu yerga qo'ysak ham bo'laveradi. Endi buni olamiz. Bularni bu yerga solib qo'yamiz. Bu yer. Bularni ham olamiz. Buni ham olamiz. Bo'ldi, endi bu narsalarga yaxshilab qarab olaylik. Chunki bu narsalarni endi biz qaytib ko'rmaymiz. Endi birinchi yana qiladigan ishimiz Warp Mine ga borish. Chunki bu yerdan biz juda ham ko'p olmoslar va izumrudlar to'plashimiz mumkin. Va mana biz shu yerdamiz. Birinchisi, bu serverda bilasiz do'stlar, bemalol izumruddan qurol aslahalar yasashimiz mumkin. Bunda ham effekt bor ekan. Yaxshi, good. Very well. Tugadi, to'g'ri tugadi. Endi biz birinchi bo'lib hamma izumrudlarni bu yerdan kovlashimiz kerak. Chunki biz polni olmos kiyim qilamiz keyin. Hop, ozgina to'xtalish bo'lib qoldi. Bularning sababi bor. Aytayotganimdek, hamma izumrudlarni to'plasak, bemalol o'zimizga qurol aslahalar yasasak bo'ladi. Okey, hozircha menimcha bular yetarli. Endi narsa yasashimiz kerak. Birinchi o'rinda kiyim, albatta. Bunday qilsak va bunday va bunday. Va bular endi menga kerak emas. Va bizda full olmos kiyim bor. Bugun biz bu serverda eng zo'ri bo'lishga harakat qilamiz. Pulni ham juda ham ko'p miqdorga yetkazishimiz kerak. Shuning uchun qani mine'ni ko'proq qilishimiz kerak. Bu ko'proq vaqt olishi mumkin, lekin men aminmanki hozircha biz boshqa joylarga borsak ham bo'laveradi. Pul juda ham ko'p ekan. Bu yaxshi. Bemalol netherite sotib olsak bo'ladi. Va men shu yerdaman. Bu yaxshi. Netherite upgrading templates ham netherite qilib olsak bo'ladi. Va oxirgi bo'lak. Va menda full netherite kiyim, lekin men hali ham temir aslahalarda yuribman. Buni to'g'rilash kerak. Hozir bizga nima kerak? Totem olamizmi? Ikkita yetib qolsa kerak. Bilmadim, ikkita yetadi. To'g'ri. Ikkita ham yaxshi-ku. 3 ta jon degani bu. Qaysi daraxtdan olamiz? Shundan olsak
Bittasini o'zi ham yetadi bizga. Ortadi ham. Bunday qilamiz. Va bularni bu yerga bunday va bunday. Topor, kirka va albatta qilich. Lekin bizga hali belkurak ham kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun yasab olamiz. Va endi bularni ham nezritga kuchaytirsak bo'laveradi. Endi hozir nezrit sotib olamiz. 1, 2, 3, 4. Va endi qani unda boshlaymiz. Nezrit, qilich, bolta, kirka va hammasi shu yerda. Mending uch. Yo, what the? Menimcha bular mening ustimdan kulishyapti. Yo'q, bu boshqa narsa emas. Mending uch. Mending uch, to'g'rimi? Bu yerda Vame Silk Touch server aniq mening ustimdan kulyapti. Hozir qanday sehr chiqadi bilmayman. Bunisi normal holat, yaxshi. Silk Touch kerak bo'lib qoladi bizga. Hozircha buni olamiz. Bizga izumrud kerak ozgina va albatta ozgina daraja ham. Bunga, bu yerga bunday qilamiz, bunday. Va qancha pulim qoldi? Hali ancha. Va boshlaymiz. Tezroq bo'lishimiz kerak. Juda ham qiziqib ketyapman. 20 daraja, 21. Hali bizda ancha bor bulardan. 23, 24, 25, 25 yarim, 26, 27, 28 mi? 29 bo'ladi. Va 30 yetadimi? Ortdi ham. Va buni ham yo'q, buni keyinroqqa saqlab qo'yamiz va ko'ramiz. Fire Unfused 9. Bu qanday sehr bilmayman. Menimcha bu nima qilishini tushundim. Narsalarni eritib avtomatik eritib beradi va efficiency 4 ham bor ekan. Bu yaxshi, ancha yaxshi. Bu kirkani ham saqlab qo'yamiz. Lekin biz bunga ham sehr olsak bo'ladi. Silk Touch hozircha bizga kerak emas. Yo'q, bu yer emas. Bu yerga, to'g'rimi? Endi esa 30 qilishimiz kerak darajamizni yana. Okay. Efficiency 3, 1, 2. Yo'q, nimaga? Silk Touch. Breaking. Bu albatta bo'lmaydi. Bu safar yaxshi tushmadi sehr. Afsuski. Hozir esa yana ozgina sotib olishimiz kerak bu narsadan. Qani bu yerda bitta ayiramiz va yana 32 ta qo'shamiz va let's go. Bizda bir dunyo bulardan bor.
Endi va bu yerga silk touch. Are you kidding me, bro? Are you kidding me? Yeah, really? Bu yerni ham va yana bir marotaba bu yerga qaytib kelamiz. Grindstone. Seni qilgan ishlaringni men uchun men hech qachon unutmayman. Grindstone ham ancha yordami tegadi. Unbreaking 3 va baribir ham fortune tushmadi-ku. Lekin shunisiga ham shukr. Bu yerda nimalar bor? Savol. Wow. Mending. Hammasi mending. Wow, bu yerda nima? Yo, what the? Bular menga kerak bo'lib qoladi. Birortasi ham bo'sh emasmi? Yo, what the hell, bro? Bu shunchaki talon-taroj qilish deyiladi. Lekin men bularni hozir sotib yubormasam umuman bo'lmay qoladi. Bularni solishimiz kerak. Hozir nimalarni solishni o'ylab olay. Bu menimcha bo'ldi. Endi hozir bizga oddiy shulker box yo'qmi? Kit deb yozishimiz kerak. Wow, hamma kitga ruxsat bor, lekin men shuni o'zini olaman. Chunki men hamma mending kitoblarni buning ichiga solmoqchiman. Bu narsalarni shunchaki yoqib yuborsam ham bo'ladimi? Lekin menda flint and steel yo'q. Shuni ham inobat. Bu ana tushdi. Qayerda edi mending kitoblar? Bu yerdamidi? Shu yerda edi. Endi asta-sekinlik bilan ularni hammasini olishni boshlaymiz. Nima? Bu ham pul tejashni bir usuli. Bu o'g'irlik emas. Shunchaki talon-taroj qilish deb nomlanadi. O'g'irlikka kirmaydi, o'g'irlik deyotganlar. Xato o'ylamanglar. Va bu yerda 3 dona qolyapti. Agar bularni ham o'z narxiga sotishni imkoni bo'lganda men deyarli serverdagi eng boy odamga aylanardim. O'zi hozir ham eng boy bo'lsam kerak. Yana bilmadim. Shuncha narsam bor. Nimaga men hamma shulker boxlarni olmayman? Inventarimda joy yetarli-ku. Va men serverdagi eng boy odamman. Xo'p, yaxshi. Endi nima qilishimiz kerak? Kit. Endi biz spawnga borishimiz kerak birinchi o'rinda. Spawn. Yo'q, men to'g'ri. Bu yerni deyarli esdan ham chiqarib yuborgandim. Bir qarab qo'yamiz, lekin hech narsaga tegmaymiz. Va random teleportga boramiz. Mending 3. Okay. Nima qilishimiz kerak? Hozir men baza qurmoqchi edim. Projectile protection ekan nomi. Okay, bu yerda creeper
yuribdi. Portlamaysanmi? Menimcha yo'q. Yo'q, bu portlab ketdi. Okey. Qayerga borsak bo'ladi? Shu yerlarda uy quramizmi yo spawnga qaytib borganimiz yaxshi, to'g'rimi? Boshqatdan random teleportga boramiz. Va menda bir g'oya bor. Bu hopga bossak, biz bu yerdan spawn bo'lamiz. Va bu yerda qandaydir chiqib ketadigan yo'l bo'lishi kerakmidi? Bu yerda hech qanday yo'l yo'qmi? Nahotki birorta ham yo'l yo'q bo'lsa. Lekin men bir usulni bilaman. Buning uchun biz birinchi o'rinda warp mine'ga borishimiz kerak. Biz u yerdan ozgina ender pearl'lar sotib olamiz va bemalol ozodlikka chiqishimiz mumkin bo'ladi. Umid qilamanki, ender pearl sotiladi bu yerda. Va so'nggi umidim ham puchga chiqdi. Deb turganda bir g'oya hayolimga kelib qoldi. Nega men shunchaki endga borib olib kelmayman? Va biz enddamiz. Qilichimni olaman va salom do'stim. Sen menga bugun juda kerak eding. Sen ham do'stim. Menimcha bu kanalimga obuna bo'lmaslikning oqibati. Nimaga siz ham obuna bo'lmasligingiz kerak? Obuna bo'ling va like bosing. Chunki men shuncha harakat qilib video qilyapman. Orada tanaffus qilganim videolarni obunachilarga va boshqalarga ancha ta'sir qildi. O'ylaymanki, men oldingi holatimga qaytsam bo'ladi. Nimadir tushdimi? Yo'q. Like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Oldindan hammangizga rahmat. Yaramas, bu yerga kel. Nimaga menga ikkitasi yopishyapti? Yaramaslar. 2ga 1 jangmi? To'rtta bo'ldi. Menimcha olmadan yeb olish vaqti keldi. Qani? 5 ta. Menimcha bu yetarli. Endi o'z dunyoga qaytib borsak ham bo'laveradi. What? Mayli, spawn. Hop, endi hopga boramiz. Orada shunday bo'lishi g'alati ekan, odamni qo'rqitib yuboradi. Va bunday. Nimaga bu yer bo'lmayapti? Bizga elytra kerakmi? Nahotki men unutgan bo'lsam. Mayli, endi spawnga emas, warp mine'ga borib olib kelishga to'g'ri keladi. Chunki u yerda shop bor. Yo'q, biz nimaga to'xta? Nimaga biz shu yerdan sotib olsak ham bo'laydi? Shop deb yozamiz va mana shop yoningizda hozir. Bu yerga kel.
bunday qilsak. Yo'q, nimaga o'xshamayapti. Menimcha tagiga kirish kerak. Bu blok shunday qolishi kerak. Va bu yerga kelib biz Ender Pearl'da nimaga bu ishlamayapti? Yo'q. Men oxirgi imkoniyatimni ham puchga chiqardim. Bu joy lekin menga juda yoqqan edi. U yerda nima bor? Lava ko'li. Yo'q, bro, nimaga? Men hozir bir ilojini qilib bu yerdan chiqishga urinib ko'raman. Sizlar esa like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Bir balo qilib chiqqanimda qaytaman. Va do'stlar, va men mana va nihoyat bu yerdan chiqdim. Aniqrog'i chiqmadim. Random teleportga bosgandim. Shu yerga teleport qildi meni. Endi birinchi bo'lib qilishimiz kerak bo'lgan ish shopga borish, bloksga kirish, keyingi betni ochish, yana keyingi betni ochish, yana keyingisini ochish va mana bu daraxtdan ozgina sotib olish. Va men yerdaman. Va bu yerda hozir moblar spawn bo'lishni boshlashadi. Men qayerda bo'lsam, ular ham o'sha yerda. Hozir u nozir. Chunki bu yerdagi chanklar yuklanib turadi. Sandiqlarni qo'yish kerak. Baza qurgunimcha albatta. Va hamma izimrud va boshqa narsalarimni shu yerga solib qo'ysam ham bo'laveradi endi. Bularni hammasini solamiz. Buni ham. Va meni daraxtim qani? Hop. Endi bu yerdan nima qilamiz? Men uyni qurib bo'lgunimcha videoni kesib turaman va siz bitgandan keyin uyga baho berasiz. Like bosing va obuna bo'ling.